senga savol beraman, sen javob berasan. Xo'p. Eng aqlli bo'lishmi yoki eng mehribon bo'lishmi? Mehribon. Mehribon bo'lish. Xohlagan vaqtingda uxlashmi yoki ayang hech qachon xafa bo'lmasligimi? Ayam hech xafa bo'lmasligi. Rahmat. Senga nima podarka berishlarini har doim bilishmi yoki hech qachon bilmaslikmi? Bilishni. Bilishni xohlaysan. Agar senga hamma narsaga ruxsat beradigan ayangga almashtir desa, almashtirasanmi? Yo'q, almashtirmayman. Ko'p morojniy yeyishmi yoki ko'p bala ayang kitob o'qib berishimi? Ko'p bala ayam